Kelib yeb ko'rmaguningcha bilmaysizlar. Qo'shing. Bu eng katta big non kabobi ekan. Mana yeb mazasiga baho beramiz. Bismillah. Bu yeb ko'rganimiz mol go'shtli ekan. Menga mazasi yoqdi. Sochni ko'rsanglar bo'ladi. Endi hozir qo'y go'shtligini yeb ko'ramiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Uch xil non kabobligidan yeb ko'rdik. Menga mazasi yoqdi. Shu bilan birga hozir Ramazon munosabati bilan aksiya bo'layotgan ekan. Ya'ni 4+1 bo'layotgan ekan. 4 ta non kabob olsanglar, bittasi bonus bo'lar ekan. Bonusga ulgurib qolinglar. Hozir men sizlarga lokatsiyani tushuntiraman. Lokatsiyani tushuntiraman. Bu yoq taraf Farxaskidan qarab kevorish. Farxaskidan kevorganingizda bu yoqda 10 qo'yiladi keladi. Big non kabob. O'zi eski joyligi mana shu yerda bo'lgan ekan. Bu yangi joy emas. 2018-yildan beri ishlashadi. Bu yoqqa qarab Shafoizga qarab ketirish. Mana shu to'g'rida svetofor ko'rib turgan joyda Shafoiz mosti bu yoq 10 qo'lda keladi. Soat 5 dan 6 gacha, ertalabki 6 gacha ishlashyapti. Bemalol iftorlik, saharlik kelsanglar bo'ladi.